Yani ikkimiz vaqtini olaman endi. Yangi xo'sh. Yangi mavzumuz future simple degan ekan. Future simple degani kelasi zamon, tamom, oddiy narsa. Ya'ni hozir qilgan qarorlarimiz, men ishni qilaman, ha mayli katta bo'lsam o'qishga kiraman, Ferrari olaman, O'zbekistonda eng katta boy bo'laman degan gaplarga o'xshagan gaplar, xolos. Future simple deb ishlatiladi. Ya'ni will so'zi bilan. Hamma shaxsga bir xil. Misol uchun he she bo'lsa ham will, I will use bo'lsa ham will bo'ladi. Unga wills degan narsa yo'q. Ya'ni shunchaki formulasi qanaqa? Bu yerda yozilgan o'sha, yozilmagan bo'lsa aytib ketaman. Formula uchun forma kerak bo'ladigan borligi. Bizningcha biz ega qo'yamiz, o'sha subject bo'ladiganlarning ega. Undan keyin will qo'yamiz. Will. Yo'q, verb emas, verb bir bo'ladi. Birinchi fe'l bo'ladi. Ya'ni masalan I will speak. Men gapiraman. Shunaqami? I speak desam men har kun gapiraman, oddiy present simple. Lekin o'shani oldidan will qo'ysam, shuncha kelasi zamonda bildirar ekan. Boshqa narsa emas. Hozir emas, qachon qilaman? Keyin qilaman. Shunchaki oddiy fe'l oldidan nima qo'yamiz? Will qo'yamiz. Endi qilmayman deyishimiz uchun mana bunaqa will nima bo'ladi? Will not. Yoki bo'lmasa qisqachasi qanaqa bo'ladi? Won't, won't. I won't speak. Nima? Nima qilmayman? Gapirmayman. I won't speak. Gapirmayman. I won't. Like won't ga o'xshamaydi bu. Mana bunaqa want bor-ku, want. Ma bunga o'xshamaydi bu. Bu xohlamoq-ku. Want emas. Won't, like won't. Sabr o'chirib. Ko'rib chiqasa talaffuzini. Endi narsaga e'tibor beraylik yana. Mana bu will qilaman deb bo'lishni gap aytsak, ya'ni dala gap aytsak, will not yoki won't nima holatda qilmayman deb inkor qilsak. Endi so'roq berayotgan bo'lsak, shunchaki mana shu will ni qayerga olamiz? Egadorga olamiz. Masalan, will you come please? Will you come? Kelasanmi? Okay. Will you shut down will you shut down the laptop please? Laptopni o'chira olasanmi? O'chirasanmi ma'nosida. Buyruq berish uchun beradi ko'proq. Will. Okay, masalan, will you come to my house? Uyimga kelasanmi? Hali kelmadi, shunaqami? Kelajakda keladi. Shuning uchun nima qilyapmiz? Will bilan savol beryapmiz. Gapirib tushunapsizmi yo savollaring bormi? Kim tushunmadi? Aka tushunapsanmi? Hamma tushunadi. Tushunmaydi. Yaxshi. Gap bo'lishi mumkin. Mumkin emasmi o'zi? Gap bo'lishi mumkin. Xo'sh. What will you buy Sandra for her birthday? Birinchi o'ylayapsan. Sen Sandraga tug'ilgan kuniga nima olasan? Shunaqami? Bu nima olasan? Endi nima sotib olasan? Hali bu aniq emas. Shunchaki qisqasi so'rayapti. Biladimi sotib olish nimaligini? Bilmaydi. Bilmasa so'rayapti. Yoki masalan, I think so'zi bilan. Menimcha men unga nima olaman deyapti? Perfume nima edi? Perfume? Atir olaman deyapti. Menimcha deyapti. Hali endi qaror qilyapti-ku? Endi qaror qilyapti, shuning uchun. Yoki pastga perhaps degan so'z bilan. Perhaps I will buy her a pair of earrings. Ikkita nima olaman? Sirg'a olaman, uzuk olaman, halqa olaman deyapti quloqga, shunaqami? Demak, I will buy. Endi qaror qilyapti-ku, shuning uchun. Bola. Bitta Jimiladan sekiroq. Yaxshi. Will you help me choose them? Sen menga yordam berasanmi ularni nima qilishga? Choose nima edi? Tanlashga. Bu e'tibor beringlar-da. Mana oddiygina do you help desam yordam berasanmi bo'ladi. Shu do ni o'rniga nima qo'yapmiz savol berish uchun? Will. Qachon bildiryapti endi bu? Kelajakni. Oddiy narsa. Yes I will. E'tibor beringlar. Buni hammasi hozir qilinayotgan qarorlar. Shuning uchun biz future simple deb aytamiz. Future simple qachon ishlatiladi ekan? Hozir qilingan qarorlar yoki kelajakdagi bashoratlar uchun ishlatiladi. Tushunarli? For bilan zamondan foydalanadi. For bilan mana shu zamondan foydalanar ekan. Juda yaxshi savol. Xo'sh. Buni formulasiga bog'liq e'tibor beringlar. Mana bu yerda ham yozilgan. I will leave. Men ketaman. Hozir ketdimmi? Qachon ketaman deyapman? Keyin. Yoki I will leave ni qisqachasi ll bo'lar ekan. Qayli? Apostrofcha qo'yamiz, ya'ni tutuq belgisini qo'yamiz va ikkita l qo'yamiz. Double L. You will leave. Masalan, I will leave yoki will not leave. Ketmayman yoki won't leave. Ketmayman. Xo'p, keyin bu yerda qisqacha qilib chiqasizlar mana mashqalarini. Shunchaki oldin will yoki won't qo'yib chiqsali bo'ladi. Tushunarli? Oddiy narsa, juda detik narsa. Faqat tushunishga harakat qilaylik. Will bo'lish uchun kelasi zamonda bildirish kerak ekan. Tushunarli? Boshqa narsa emas. Ko'pincha hammasiga will ishlatiladi. Ya'ni bu kishitga ham I use ga ham will ishlatiladi. Endi bunga e'tibor beramiz. Taxminlar uchun deyapti. Mana aytibdi, you will be a great computer operator one day. Sen bir kun kelib kompyuterni boshqaradigan odam bo'lasan, zo'ri bo'lasan deyapti. Shunaqami? Hozir shunaqa odammi bu? yo'q. Kelajakda boshqaroqqa taxmin, shunaqami? Abu Bakr, you will become a great businessman in the future desam, Abu Bakr sen kelajakda buyuk
Businessman. Businessman bo'lasan. Bu yerda hozir you will become. Hozir Abubakar businessman. Yo'q. Mr. Aziz, you will be a great engineer in the future. Nima bo'lasan kelajakda? Buyuk engineer nima degani? Boshqami? Yo'q, engineer nima? Muhandis bo'lasan deyapman, shunaqami? Hozir muhandismi bo'la? Men aniq bilaman buni bo'lish bilmasligini. Nima qilyapman? Taxmin. Falochonmiz, ha? Yaxshi. Bu yerga e'tibor beramiz. Threats or warnings. Threat degani qo'rqitish, warning ogohlantirishlar. You'll be quiet or I'll send you out. Jim o'tir bo'lmasam agar I'll send you nima? Out. Chiqarib yuboraman, tepaman deyapti, shunaqami? Ogohlantirish uchun. I'll kill you. I promise. Deydi, nima degan? Yoki men bunga e'tibor beryapman. Promises, va'dalar uchun. I'll buy you this ring. Mana shu uzukni senga olib beraman deyapti. Xotiniga aytibdi bu yerda. Yo'q, serious. Allah aytgan nima Allah? Va'da beryapti. Va'da deyapti, promise yoki on the spot decision. Hozir qilingan qarorlar. Guys, I'll teach you every day. Ne dedim? Guys, I'll teach you every day. I will teach you every day from now on. Yeah. From now on, I'll teach you every day. From today, I will teach you every day. I'll teach you every day from now. Xullas, bugundan boshlab harbiy o'qitamasdan. To'g'ri, bugundan boshlab harbiy o'qitaman. Bola e'tibor beringlar. Future simple bo'lish uchun mana bu so'zda bo'lish kerak ekan. Odatda, I hope, ishonaman. I think, menimcha, I believe, ishonaman. I expect, taxminimcha, kutaman shunaqa bo'lishini. I'm sure ishonchim komil, I'm afraid bo'lsa, afsus. Yoki qaranglar. Probably, perhaps so'zlari bilan. Gapimni tushundinglarmi? Shu so'zga kelsa nima bo'lar ekan? Future simple bo'lish kerak ekan, odatda. Tushundinglarmi? Bular odatda gapni boshida keladi. Qayerda kelar ekan gapni? Faqat probably villan keyin keladi. Qaysi villan keyin kelar ekan? Probably. Qolganlarichi? Bir gapni boshida keladi, vergulga qo'yishimiz kerak. I think deysan, I think deb yozasan, vergulga qo'yasan, keyin will bilan gaplashsan. I think I'll buy a car next month. Manimcha? Think narsami? I think I'll buy a car next month. Kelsoy mashina olaman deyapman, shunaqami? Bu holatda, ya'ni I think gapni boshida keladi, vergul qo'yamiz, keyin I'll buy a car. Think narsami? Qanaqa? Think bu narsa emas, o'ylamoqqa yaramas misan? Qaysi olyapsan o'sha odamda? Zinc emas keyin thing o'qiladi o'zingdan. Bo'ladi think bu. Xo'p. Probably so'zi bilan qachon kelar ekan probably? Villan keyin dedim. Qolganlarichi? Gapni boshida keladi bulari, faqat probably qachon keladi? I'll probably let you go. I'll probably let you go. I will probably let you go. I'll probably let you go. I'll probably let you go. I will let you go. Nima degani? Boshqacha misol aytaylik. I'll probably kill you. Men balki seni o'ldiraman mana o'sda. Asli gap emas, esga qolishni aytyapman. Time expressions ga e'tibor beramiz, bolalar. Xo'p, mana shu gaplar bilan future simple ga kerak ekan. Masalan, tomorrow, the day after tomorrow, next week, next month, tonight, soon, in a week, month, year. Mana bu in a week degani bir haftada emas, bir haftadan keyin. In a month esa bir oydan keyin. Tushunasizlarmi? Well, I'll buy a new car in a year. Nima degani? I'll buy a new car in a year. Yaqinda men yangi mashina oldim. Qachon? Bir yildan keyin. Bu yerda ham shu gaplar. Tomorrow yozib qo'yiladi ertaga. The day after tomorrowni yozib qo'yamiz. Indin degan. Erta emas, indin. Ertasi kunida. Qara, the day after tomorrow nima ekan tarjimasi? Indin-da. Shuni endi nima aytamiz? Xo'p, xuddi shunaqa to'g'ri. Tonight nima edi bolalar? Tonight? Bugun kechqurun. Well, I won't sleep tonight. I won't sleep tonight. Bugun kechqurun uxlamayman. Hamma tushundimi? Yo'q, gap shu aytyapman. Yoki bu yerga e'tibor beramiz. Shu masala bolalar, boshqa joyi yo'q. Va willga javob berish sabab biladi. Masalan, will you help me desa agar? Yes, I will. Yoki no, I won't. Shunaqami? Yo'q. Ma'nosi. Endi going to bilan will ni farqini ham tushunib chiqamiz bolalar. Going to degani nima degani o'zbekchaga? Moqchi. Will nima degani? Tarjimasi yo'q. Will nima ekan lekin? Will nima ekan? Moqchi degan ekan. I'm sorry.
Willni tarjimasi yo'q dedim. Going to nima ekan? Moqchi. Going to ni ko'proq e'tibor beringlar. Nima uchun? Masalan, dalili bor narsalar uchun ishlatasizlar yoki bo'lmasam agar shunchaki moqchi, rejalar uchun. Yo, yog'moqchilar nima uchun aytyapmiz? Tasavvur qil, osmonga bulut bo'lgan, ha? Bu dalili bor-da. Dalili bor narsaga nisbatan going to deysan. Masalan, aytasan, "Hey, be careful, you are going to die." Ko'p aytib shu gapni shu. Yoki boshqa gap aytsam, "Be careful, you are going to fall." Nima Be careful, you are going to fall. Ehtiyot bo'l. You are going to fall. Fall nima degani? Yiqilasan. Yiqilmoqchisan demaymiz. Ya'ni bir yiqilasan. Ya'ni sen tasavvur qil, jo'rang tepalikni chekkasiga turibdi, tepalik yoki tomni tepasiga turibdi, qirrasiga turibdi. Hey, be careful, you are going to fall. Nima qilasan? Ehtiyot bo'l, yiqilasan. Bu yerda dalilga asosan nima aytsak, tushunarli? Yoki bo'lmasam? Wow. I'm not going to teach today. Desam, nimaga asosan aytgan bilaman? O'qitmoqchi emasman. Balki charchagandirman, balki kasalmandir, shunaqami? Shu holatda going to bilan aytaman. Ayyo, afsus, unaqa emas. Afsus, unaqa gap yo'q, afsus. Xo'p, endi bu yerga e'tibor beramiz. Taxmin uchun nima dedik boya bolalar? Bil ishlatamiz dedik. Bu going to uchun, rejalar uchun yoki bo'lmasam agar aniq emas 100%. Dalili bor kamroq bashoratchilar uchun. Lekin endi qaranglar, present continuous'ni ham bilsalar agar future simple nima deb ishlatsak bo'ladi? Kelajakda aytib ishlatsa bo'ladi, bilasizlar? Present continuous'ni. Moqchi bo'lgan ishdan. Yo'q, moqchi emaslar bu yerda hozir. Qilyapman degan ma'noda. Bugun kechqurun nima qilyapsan deymiz-ku? Nima qilyapsan bugun kechqurun? Bugun kechqurun kino ko'ryapman, shunaqami? Yo'q, savol berish uchun present continuous'ga savol beramiz-ku ba'zan, bugun obeddan keyin nima qilyapsan? Shunaqami? Nima qilasan bugun obeddan keyin? Bugun men уже Toshkentga ketyapman. Shunaqami? I'm going to Tashkent today afternoon. Nima uchun? I'm going to Tashkent. Yoki I am visiting Tashkent misol uchun. Sen rejalashtirib qo'ygansan. Present continuous bilan qaranglar. Present continuous bilan sen kelajakni aytmoqchi bo'lsang, rejang aniq bo'ladi. Will bilan aytayotgan bo'lsang, ba'zan taxmin bo'ladi. Going to bilan aytayotgan bo'lsang, dalilga asosan gapirasan. Going to dan keyin nima qo'yamiz xullas? Oddiy fe'l qo'yamiz, tamom. Buni bilmaydiganlar, misol uchun come, go, fly, travel, xullas bular odatda going to qo'ymaymiz deyapti. Tushunarli? Qo'ysa ham bo'lar ekan. Present continuous aytgan ekan bu yerda. Xo'p, mana aytib berdim. He is going to buy a bike this summer. Bu yozda uni nima sotib olmoqchi? Velosiped sotib olmoqchi. Moqchi deb tarjima qilyapmizmi? Going to nima deb tarjima qilar ekanmiz? Yaxshi. Endi buni hozir shu yerga he will desa ham bo'ladi bolalar. Nima uchun will demayapmiz? Bu oladi bo'ladi. Oladi bo'ladi, to'g'ri. Farqi shundaki, sen will desang, hozir qilgan qaror bo'ladi. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa, уже hammani og'ziga yurgan bo'lsa gap. Nima emas? Eshitdingmi, ana bola mashina olmoqchi. Yoki ana bola seni urmoqchi. Nima uchun seni urmoqchi deymiz? Aytib yurganda bu. Aytib yurgan. Qarab tur, ana bachir ushlayman, ushlasam uraman deydi-ku. Shunaqa holatda nima bo'ladi? Going to bo'ladi, shunaqami? Gapirim tushunaymi, tushunmaydilar. Kim tushunmadi? Keyin gaplashamiz masalan, hozir quloqni cho'zishga vaqt yo'q. Endi bolalar, eshitib turinglar. Shu masala. Tushunmaganlaringizni so'raysizlar, xullas, boshqa qo'tirib chiqayotgan shu mavzuni 89-betgacha ekan. Bosinglar.